Ey mehribon Robbim, bugungi kunimni barakali qilgin. Qalbim toza, tilim zikrda, aqlim hikmatda bo'lsin. Rizqimizni halol qilib, men va yaqinlarimni bugungi kungi ofatdan, yomonliklar va g'am tashvishlardan o'zing asragin. deya duo qilib, bugungi kunimni ham sog'lom ko'zlarimni ochib boshlab oldim. Oilaviy xotirjamlikda o'tirib choyimiz ichib olganimizdan keyin birinchi bo'lib qiladigan ishim qozonga ovqat solib qo'yish bo'ladi. Xonadonimda tartib va saramjonlikni juda ham yaxshi ko'raman, lekin sekin ish qilganim uchun ko'p ishlarimga ulgurmay qolaman. Barcha aybu nuqsonlardan pok yagona zot Alloh deganlaridek, inson zoti hech qachon mukammal bo'la olmaydi va birdaniga hamma ishlarga ulgurmaslik bu norma hisoblanadi. Ulgurganim qadar tezroq ishlarimni qilib olib, qolgan vaqtimda qizlarim bilan ko'proq shug'ullanishga harakat qilaman. Sababi 21-asr rivojlangan zamonida farzandlarimizni to'g'ri tarbiya bilan katta qilish eng nozik masalalardan biri bo'lib qoldi. Bundan keyingi Reels'da qizlarim bilan qanaqa o'yin o'ynaganimizni videosini qo'yaman. Qorinligini to'yg'izib, abedga uyqusiga uxlatganimdan keyin ba'zi bir uy ishlarini yana davom ettirdim. Bir kunimdan qaysidir qismini o'zimga ajratishga ham harakat qilaman. Hozirgi kunda bola tarbiyasi bo'yicha shu kitobni o'qishni boshlaganman. Inson tarbiyani o'zidan boshlashi kerak deb bekorga etilmagan. Ona qandoq bo'lsa, farzandlari ham undan xuddi shu narsani oladi. Sokinlik bor blogimga sizni ham taklif qilib qolaman. Birgalikda hammamiz rivojlanamiz.